Men sizga bir gapni aytmoqchiman. Gapiring. Xullas, bugungi holat svidaniyani aytmoqchiman. Men siz xullas aqlingizga sig'maydigan narsa, meni aqlimga demoqchi edim. Men aytmoqchi bo'lgan gap Gapiring. esimdan chiqib qoldi. Yaxshi. Unda tamam. Nima? Umuman menga sizni boshqacha ta'riflashgandi. Qanaqa? To'rtta qulog'i bor, to'rtta ko'zi bor deyishganmidi? Men to'yni qaytarmoqchi edim. Rostdanmi? Rosti. Endi o'ylab ko'rmoqchiman. Xayr. Gapimga o'lan olmaydi. Sen